tegsa nimalar bo'ladi? Endi uni xonasi, kiyimlari, kravati, shpaklyovkalari saniki. Lekin ishlari ham saniki. Idish tovalarni endi har kuni o'zing yuvasan. Oying esa Endi seni erga beramiz. hali yosh bo'laman-ku. Voy, katta qizsan-ku. Unda meni eshiting. Endi yosh bolani eshitishim qoluvdi. Qop-ko'tda men shunda yosh bo'laman. 6 oydan keyin eski opachingdan asaram yo'q, g'irt quda tarafga o'xshab ketar ekan. Qayni shallaqim, o'shalarga o'xshab ketyapsiz. Yo'qchiravaz, ikki shallaqi deyapsan, hozir menga o'xshab birga tevarakda tuxmat tushundingmi? Uyda kuchiga, endi kuchiga. Keyin esa o'g'irlikka o'tadi. Oyim faqat shu parda olaman, boshqa hech narsa kerak emas. Shuni olayjon, boshqa hech narsa kerak emas. O, trichap, zo'r shampundek, как раз tukudi. Stop, jonimizga tegib ketdinglar. Ayjon, endi nima olay? Voy, bizga kerakli hamma narsa bor ekan. Balkim shu yerda qolarmiz? Balki biz ketarmiz. Voy, yer zo'r bo'lardi. 3-4 yildan keyin bo'lsa churvaqalari bilan keladi. Mana o'sha kun keldi. Bolaligimda oila meni mamnaq qilib urardilar. Va nihoyat qasos olindi. Videoni opa siyosiyni borlarga jo'natib qo'yinglar. Paq.